Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, davom etamiz. Tilla, Bitcoin, demak, neftlarni tahlil qilishda D1 grafik bilan boshlaymiz har doimgidek. Demak, bozor juda shiddat bilan tepaga qarab ketyapti. Uje D1 grafikida uje mana bu diapazon 3800 4130 uje почти 3000 punkt bozor oralig'ida harakatlanyapti. O'sha keyingi diapazonga почти yaqinlashib qoldi. 4133 ekan va bu yerdan bozor keyin qanaqadir reaksiya olishi mumkin. Juda ham kuchli, demak, back etyapti. Ko'ryapsizlar. H1 time frame ga o'tiradigan bo'lsak, H1 time frame da demak biza kechagi bergan joydan demak 3957 proboy bo'ldi va bu yerdan keyin keyingi o'rin ham proboy bo'lgan. 4008 kecha prognozini bergan edik bozor bu yoqqa borishini va bu demak 100% ishlandi. Va где-то biza 500 pips demak profit qildik signalimiz bo'yicha mana bu o'ringacha. Va keyingi o'rin bizada demak 4060 ekan. 4060 dan qanaqadir yana reaksiya kutamiz pastga. Demak, keyingisi Bitcoin demak mana bu ugullarimizga test bo'tdi. Скорее всего bozor endi astalik bilan tepaga ketsa kerak va birinchi demak bizda level bu $128,000 gacha bozor borishi mumkin va u yerdan keyin proboy bo'lsa yana дальнейший ro'z kutamiz. Bir soatlik time frame da demak hozircha bozor ugullarimizdan pastda va bizda hozir kutilayotgan Bitcoin'da agar bozor hozir tepaga harakatlanib retest bo'ladigan bo'lsa keyingi o'rin 127,000 ga borishi mumkin. Yoki alternativ holat mana bu yerga kelib turib bu yerdan harakatlanish mumkin tepaga. Kuzatamiz. Demak, neft marki Brent bu o'sha test bo'yicha hali ham bozor test bo'lyapti tepaga. Mana bu bir to'g'ri ugulimizga test bo'lyapti pastdan tepaga va bu yerdan baribir biz дальнейший снижение keyingi ugulimiz mana bu 1.8 ga kutamiz. U demak qanaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin? Shu yerdan ketishi mumkin yoki ikkinchi holatda mana bu ugul 1.2 ga kelib turib bu yerdan va сопротивление kelib turib bu yerdan demak tushib ketishi mumkin. Ikki xil holatda ham demak neftni qulashiga prognozimiz bor. Mana bu holatda esa demak taxminim bo'yicha mana bu uguldan pastga ketsa kerak bozor demak $63 ga kelishini taxmin qilyapman. Demak, ko'ryapsizlar, mana gan sistemalari yaxshi ishlayapti. Biz masalan mana bundan o'sha prognoz bergan edik bozor bir oldinma ketdi. Birinchi demak $3905 ga kelishini, bu yerdan keyin 3957 ga prognoz berdik. Kecha demak 4008 ga prognoz berdik. Hammasi demak ishlab kelyapti. Mana shu narx so'raganda ham uje 1900-2000 punkt demak profit qilingan. To есть gan sistemalari bo'yicha bozorlarni demak tahlil qilish yaxshi natijalar demak beryapti. Va siz ham shu gan sistemani o'rganmoqchi bo'lsangiz adminga murojaat qiling. YouTube shapkada silkani qoldiramiz. Xayr, salomat bo'linglar.